Assalomu alaykum Xorazm fasad obunachilari. Bu yil biza xudo xolasa Toprak kaladamiz. 60 kvadrat akkara svetni yetkazib berdik. Trendda turgan svetimizdan ko'rganlaringizning ichib qo'shray turganligini, fasadni plitchalarimizda 15 yil kafolatini beramiz. Dökilib qolmasligini, sho'rasilib qolmasligini. Fasadni plitchalarimiz Xorazm xalqi uchun yaratilgan desak ham bo'ladi. Shunda desangizlar bizning Xorazm xalqimiz sho'rdan azob chekadi. Chang boni uchun Xorazmda ko'p chang boni uchun traverti yurdirsalar ya boshqa narsa etsalar shlanka bilan suv sepib yuvilmaydilar. Bizning fasadni plitchalarimizda esa bemalol suv sepib yuvsangizlar bo'ladi. Bugun xudo xolasa To'rtcho'l To'prakkala tumanida Amina onamizning uyini bitirib berdik. Xudo xolasa onamiz o'zlari turibdilar. Assalomu alaykum, ana yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Uyingizni ichkichikdan xo'shraymi? Zo'r chiqdi. Ko'nglingizdagi oq-qora svet urib berdik. Zo'r chiqdi. O'zingiz ko'rgan vaqtda sevinasizmi? Xudo xolasa. Xorazm xalqina tavsiya etasizmi? Tavsiya etaman. Olib neslar, ular ham qo'ydirsin deb. Rahmat katta ana. Shu qo'ng'ishlaringizni ham ko'rib, nechik fikr bildirdilar? Ular ham netda hammasini yaxshi deb maqtab turibdilar qo'ng'ishlar. Qo'ng'ish ham qo'ydirjaq edi. Rahmat katta ana. Ko'rganlaringizdek fasadni plitchalarimiz xudoga shukr Xorazm xalqina tavsiya etsak o'rinli bo'ladi deb o'ylaymiz. Hamma mazur bo'lib turibdi. Shu vaqtgacha fasadni plitcha urdirgan odamlar hammasini ko'ngli to'lgan, bir ham norozi bo'lmagan. Har bir borgan uyimizni hammasini video olib boryapmiz. Shunday fasadni plitchalar kimga kerak bo'lsa bemalol bizlarga murojaat etaverasizlar, pastda nomerlarni qoldiramiz.